Mana shu ruldagi kirlar, bakteriyalar unitaznikidan 10 marta ko'p ekan. Bu statistika bo'yicha. Bu rullar yaltirlab qolgani nimadan bo'ladi? Aynan mana shu kirlardan. Yaltirlash bu degani kir degani. Buni men sizlarga joy darajasiga qanaqa tozalash yo'lini ko'rsataman. Ungacha sizlar videoga like bosib turinglar. Bizga buni tozalashda nimalar kerak bo'ladi? Chayniy soda, vanish. Vanishni bunaqa kattasini olishingiz ham shart emas. Ozgina kichkina upakovkada ham bo'ladi. Shunaqasini olib ishlatsangiz ham bo'ladi. Endi men sizlarga kichkina idishda hozir yasab ko'rsatib beraman. Nima uchun vanish? O'zi rulli materiali odatda nozik bo'ladi. Shuning uchun bu akkuratni kirlarni ketkazadi. Chayniy soda bu qorishmasi, bu bakteriyalarni o'ldirib rulni matviy qiladi. Suvga vanish quyib oldik. Endi bunga mana shu bir chimdim ovqatga solgandagi mana shunaqada mana ikkita sovorasiz. Bo'ldi, qorishmamiz tayyor. Endi hozir rulni bellarini bir masaj qilamiz. Xo'p, yana bitta narsani aytib o'taman. Rulni ishqalab bo'lmaydi. Rulni mana shunaqa qilib qorishmamizni mana ko'pirtirib yuboramiz-da, buni silaymiz ustini mana chiroyli qilib. Agar qattiq ishqalaydigan bo'lsangiz, mana bu kojani ustidagi po'stlog'ini ko'chirib yuborish mumkin. Mana endi rulni chiroyli qilib, nejniy qilib artamiz. Qattiq bosib yubormaymiz. Chiroyli qilib mikrofibra bo'lishi kerak latamiz. Agar oqi bo'ladigan bo'lsa, o'shanda kirni ko'rasiz. Mana uji qurishni boshlayapti, uji matvilashyapti rul mana. Mashinangizda birinchi ko'zga tashlanib turadigan mana shu ruli. Toza qo'lingiz bo'lsa ham kir qilib qo'yadi-da o'shasangiz. Shuning uchun bitta dezinfeksiya qilib olsangiz, mana endi rul matviy bo'ldi. Bakteriyalar hammasi o'ldi. Ichimdagi ilhom o'lib qolmasin, endi bitta podpiskani bosib yuboring.